Assalomu alaykum, saxovatkaron obunachilar, sog'omonmisizlar? Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, ustalar haqqini bermaka keldim. Bizangiz bir guvohligingizda xudo xolasa yana usta bilan rozilashamiz. Xudo xolasa, ustalar ishlab yerida kelib, xudo xolasa yana syomkani olib turibman. Usta, assalomu alaykum. Amasizlar, xorimi charchaymay xalq xizmatidan. Sog'omonmisiz? Usta, bu xudo xolasa yangi bayaqdagi ishlagan yerindagi imoratlarimizdagi shu xizmat haqqingizga keldim. Şuna o'zingizni qo'lingizdan qaytib bersangiz yaxshi bo'ladi. Bitta qaytib beraman dedingiz. Hurmatli obunachilar, bular 2,5 million so'm pul olaman devadilar. Shundan bu 2 million 600 ming so'm aka. Sonra o'zingiz olacaqingizni oling. Hurmatli obunachilar, 200 so'm qaytib berdilar. Xudo xolasa endi qolganlarini qo'ldan kelgancha chiqib ketamizdan umiddaman. Esa usta, bu rozi bo'lasizlar aytgan xizmatlaringizga rahmat, ishlaringiz uchun shunda rahmat, sog' bo'lgaysizlar sizlar. Xalq xizmatida charchamaysizlar. Hurmatli obunachilar, shu insonlarga duo qilib ko'ngillar qo'ldan kelgancha o'zi-ku xayr ehsoni qaytib aytmadingizlar bada. Lekin mening qiynalganlarimizni ko'rib, hurmatli obunachilar, yana 200 so'm bizlar ham hissamizni qo'shib beramiz deb, bu insonlar yana qo'shib qaytib beraverdilar. Esa Allohim rozi bo'lsin sizlardan, ishlaringiz rivojini bergay. Sog'omon bo'lgaysizlar. Assalomu hurmatli obunachilar, ko'rganlaringizdek ustalar bilan ratchotlashdik. Endi ag'achimiz bilan penoblokimiz qoldi, xudo xolasa. Ular ham shuning ishlatib hozirgi yetib guvohliklaringizni, omonatingizni beraman, xudo xolasa. Esa Allohim rozi bo'lsin barchangizdan, sog'omon bo'lgaysizlar.